Azizlar, mana shunaqa yangiliklar bo'ldi. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Kutilmaganda chaqirtirib, mana shunaqa ajoyib, go'zal ko'krak nishonlar bilan meni taqdirlashdi. Nima deymiz endi? Konditsionerlar bilan kutib olishlik iloji yo'q. Ilohim bardavom bo'lsin, albatta xalqimiz bilan birgalikda. Shu xalqim shunchalik qo'llab-quvvatlaganda, muxlislarimizni mana shunaqa podдержкасы bilan shunaqa chiroyli yutuqlarga, darajalarga yetyapmiz. Xudo xohlasa, bu men uchun motivatsiya bo'ldi. Xizmat qilishda davom etamiz. Boringlarga shukr va endi hozir tadbirdan chiqqanim uchun